Bunaqa narx bilmadim endi qayda bor do'stlar. 200 dollarga emas, 180 dollarga emas, 160 dollarga do'stlar o'zimiz olib kelib, xudo xolasa mana shunaqa chiroyli holatdagi kosmoslarni o'rnatib beryapmiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Kosmosdan ko'rsataylik-da. 53 metr shapka 120 atrofida bo'lgan shapkamizga polностью pianino holatda qilganmiz. Yana bir narsani aytib o'tib ketishim kerak, qadrdonlar. Do'stlar, Tarnovda bu xonadonga necha puldan qo'yib beryapmiz? Sizlarga qiziqmi? Atiga 40 ming so'mdan Tarnovlarni o'zimiz hamma yo'g'i ichida qo'yib beryapmiz. Faqat polli taxtasi uyda egasining o'zining Tarnovda bor ekan. Shuning uchun do'stlar, atiga 40 ming so'mdan Tarnovlarni 1 metrini usta xizmati, Tarnovi, ilmoqlari, hamma ashqal-dushqallari bilan birgalikda qo'yib beryapmiz do'stlar. Qadrdonlar, 2025-yilga xonadonlarga tunikafon qilmoqchi bo'lsanglar, agar sizlar ovora bo'lishga, reyka istashga yo tunuka istashga yo usta istashga sizlarga hojat qoldirmadik. Hamma narsasini o'zimiz olib kelib, sizlarni ovora qilmagan holatda mana shunaqa chiroyli tunikafonlarni qilib beryapmiz do'stlar. Bu uyimizga mana bir boshdan ko'rsatamiz. Ichkari shapkara. Qadrdonlar, ichkarimiz polностью boshdan ko'rsataylik-da. 53 metr shapka 120 atrofidami? Necha edi? 120 atrofida edi. 120 atrofida bo'lgan shapkamizga polностью pianino holatda qilganmiz. Hozirgi paytda eng trend fasonlarimizdan biri bo'lib turibdi qadrdonlar. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Burchaklarni ham xudo xolasa ko'rsatib o'tib ketamiz. Hamda bu yoqlarni bemalol ko'rishingiz mumkin qadrdonlar. Xo'p, narxlariga to'xtaladigan bo'lsak, qadrdonlar, narxlar xudo xolasa juda ham zo'r. Atiga 135 ming so'mdan hamma rasxodlarini o'zimiz olib kelib, xonadon egasini ovora qilmagan holatda xudo xolasa mana shunaqa chiroyli tunikafonlarni qilib beryapmiz qadrdonlar. Tarnovlari esa отдельный metrga hisoblanadi. Tarnovlarning 1 metrini esa 55 ming so'mdan o'rnatib beramiz. Usta xizmati, orqasidagi polli taxtasi, tarnovi, ilmoqlari, lesalarigacha hattoki o'zimiz qilamiz qadrdonlar. Shuning uchun o'ylanib o'tirgan bo'lsanglar, o'ylanishga hojat qolmadi. Bemalol ekranda turgan raqamlarga murojaat qilsanglar bo'ladi. Xudo xolasa kelishib qoladigan bo'lsak, navbatdagi xonadonimiz aynan sizlarda xonadonlar bo'lishi mumkin qadrdonlar. Qadrdonlar, eng hozirgi paytda darvozaxonamizga trendga aylangan kosmos fasonimiz esa bunaqa narx bilmadim endi qayda bor do'stlar. 200 dollarga emas, 180 dollarga emas, 160 dollarga do'stlar o'zimiz olib kelib, xudo xolasa mana shunaqa chiroyli holatdagi kosmoslarni o'rnatib beryapmiz. Mana ko'rishingiz mumkin, kosmoslarimiz xudo xolasa juda ham chiroyli holatda uyda ko'rkiga ko'rk, fayziga fayz qo'shib turibdi qadrdonlar. Shuning uchun bemalol ekrandagi nomerlarga murojaat qilsanglar, xudo xolasa sizlarning ham xonadonlarga shunaqa xizmatlarni qilib berishimiz mumkin bo'ladi qadrdonlar. Endi bunday kelaveramiz, kelib bunday. Xo'p, qadrdonlar, bu xonadonimizga mana kelaverasiz. Общий 200 kvadratdan oshiq tunuka ishlatganmiz. Hozir ishimiz yakunlangandan keyin oshgan narsalarimizni ayirib olgan holatda, xudo xolasa, xonadon egasi bilan hisob-kitoblarni qilamiz qadrdonlar. Shuning uchun bemalol bizga murojaat qilsanglar bo'laveradi. Yana bir narsani aytib o'tib ketishim kerak qadrdonlar. Do'stlar, Tarnovda bu xonadonga necha puldan qo'yib beryapmiz? Sizlarga qiziqmi? Atiga 40 ming so'mdan Tarnovlarni o'zimiz hamma yo'g'i ichida qo'yib beryapmiz. Faqat polli taxtasi uyda egasining o'zining Tarnovda bor ekan. Shuning uchun do'stlar, atiga 40 ming so'mdan Tarnovlarni 1 metrini usta xizmati, Tarnovi, ilmoqlari, hamma ashqal-dushqallari bilan birgalikda qo'yib beryapmiz do'stlar. Bunaqa narx bilmayman endi qayda bor do'stlar. Shuning uchun o'ylanmanglar, ikkilanmanglar. Xudo xolasa sizlarning ham xonadonlarga mana shunaqa chiroyli tunikafonlarni tavsiya qilib qolamiz qadrdonlar. Xizmatlar hozircha vodiy bo'ylab amalga oshirilyapti. Vodiydan bo'lsanglar, o'ylanmanglar, ikkilanmanglar qadrdonlar. Sizlarning ham xonadonlarga shunaqa tunikafonlarni xudo xolasa qilib berishimiz mumkin. Hammalaringga videoda o'tkazmasdan ko'rganinglar uchun rahmat deb qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.